Biz Boskan tumanidagi 40 sotiklik limonariyaga yetib keldik. Limonariyamizda umumiy maydoni 20 sotiklikdan 2 ta, ya'ni 40 sotik yer maydoniga ega. Limonariyamizda hozirgi holatda tuprog'iga agrotexnik ishlovlari berilindi. Smartfert 821 o'g'itimiz solindi. So'ng bargidan ozuqa sifatida hamda stresslarga qarshi VL77 hamda Zerebro Agro preparatlarimiz qo'llanildi. Shirasiga va hasharotlarga qarshi Dalate Plus hamda Entosplan qo'llanilgan. Bu teplisamiz 2 qismdan iborat bo'lib, aytib o'tganimizdek, 20 sotiklik maydonidan oktyabr oyida 4 tonnadan ziyod holatda hosil yig'ib terib olingan. Yanvar oyi holatiga gullash holatiga yetib kelgan. Qo'shimcha tavsiyalarni berib boryapmiz. Doimiy nazoratimizda turibdi. Yanvar oyi holatida gullash davriga yetib kelgan. Hosildorlikni 4 tonnadan 5-6 tonnaga oshirish harakatidamiz. Bu issiqxonamizda limonlar ko'chat soni zichligi tufayli, ko'pligi tufayli hamda tuproqqa agrotexnik ishlovlarni olib bordik. Mahalliy organik o'g'itlar bilan birgalikda o'zimizni kompaniyamizdan Smart 821 o'g'iti, 4-15 hamda kaliyli fosforli o'g'itlarni qo'shib agrotexnik ishlari olib borildi. Ushbu limonimizda, limon ko'chatimizda xlorioz, ya'ni temir yetishmovchiligi holati, mikroelementlar yetishmovchiligi kuzatilyapti. Bunga o'zimizdagi Ifofer preparati hamda Zerebro Agro preparatlarimiz tavsiya qilindi. Ayrim holatlarida qora shira kuzatilgan. Bunga Entosplan preparatimiz qo'llanildi. Xudo xolisa ta'siri kuzatilyapti. Ifofer preparatimizni 1 gektar maydon hisobiga 2 litrdan tavsiya berdik. Entosplan, qora shiraga qarshi Entosplan preparatimiz bo'lsa 300 grammdan gektar maydoniga sarf me'yorini tavsiya qildik.